Nechinchi misol qoluvdik? Qoluvdik a? 18dan qoluvdik a? 19 ham qoluvdik a? Yo'q. 19 deyarli ko'rmoqdik a? Deyarli do'stga chiqasan. 18 misol quruvdik a? 17 chiqadimi? Xo'p, qaraymiz. 8 misol. Men shuni yetsam, bir 3 ball beradi ham, esa. Zetga kelgan ekan. Misolga qarayotgan bo'lsak, arc sinus va nima topdi? Arc cosinus topdi. Demak, yaxshilab qarayotgan bo'lsak, buni ishlash boshlaymiz tengdir. Pi 6 pi turadi birinchi. Ko'paytiraman. Arc sinus 1/2 degani sinus qachon 1/2 ga teng? Necha gradusda degani? Necha gradusda? Demak, mana bu arc sinus degani o'zi burchak degani. Mana shu burchakni topishimiz kerak. Burchak necha gradusda? Ha? Demak, 30 gradus degani pi taqsim necha gradus? 6 gradus. Demak, sizlarda jadval bor. Jadvalda 30 gradusda 1/2 ga teng. Plus 1 pi bor. Qachon arc cosinus, ya'ni cosinus izosi 3 nechiga teng? 2 ga teng. Nechida ekan? Jadvalga qarang. Necha gradusda? Shabosh. Mana izosi 3 2 ga teng. Cosinus 60. 60 ya'ni necha pi dan yozsak? Pini necha bo'lsak? 3 ga bo'lsak 60 gradus. Ana, pi bilan pi ketsa, 6 bilan 6 ketsa, bir tomonda nima qoladi? 1. Bir tomonda pi bilan pi ketsa, 1/3, ya'ni 1 plus mayda 1/3. Buni mahrajda bir bor deb o'ylasak, nechtadan bo'ladi mahraj? 3 tadan bo'ladi. 3 ga 1 deb bo'lsak, 4 necha? 3 yo'q-ku. Ma'lum, o'zimiz 3 cosinus 30 gradusdaki. 30 gradus olmishlar. Basani ko'zingga. Taqsim necha? 6. Mayli, men buni o'zim e'tibor qilmayapman. Mana sinusni o'ylab ketibman. Cosinus izosi 3/2 ga, ya'ni taqsim nechida? 6 da. Men 1/6 bo'ladi. Mana bu ham 6 tadan bo'ladi. 6 ga 1, 7 taqsim necha? 3 bo'ladi. 6. Ya 7 taqsim 6 bo'ladi. Mana 3 ni 6 ga o'zgartirdik. 7 taqsim 6 qaysi bo'ladi? C javob bo'ladi. Tushungan? Ya'ni cosinus pi taqsim 6 gradusda, ya'ni 30 gradusda izosi 3 nechiga? 2 ga teng. Bu misol tushunarli hammada. Ularga bor. 18-misol ketdi. 19-misol. Bu ham bittaniga mayda shuni bir ko'rsatib o'tib ketay. O'zi o'tgan safar nima bo'lgandi bu? Ko'rilgan edi. Aziz ko'rgan, nima uchun ko'ra olmaydi? Demak, f(x) funksiyaning 8 va 3 nuqtasidan o'tkazilgan urinmasi to'g'ri -5 nuqtadan o'tadi. J funksiyani xoslasiga to'rt qo'yganda nimaga teng deyapti? To'g'rimi yo'qmi? Xo'p, urinma tenglamasi qanday bo'lar edi hosila berilganda azmannon? Mana endi yozamiz. Funksiya urinma tenglamasini aytishim qanday bo'ladi? Y teng. Ifat stress x0 davomida aytadi. Aziz x minus x0 plus nima edi? Ifat funksiya o'ziga nima edi? O'ziga 0 degani. Mana bu urinma tenglamasi. Demak, urinma tenglamasi uchun funksiyada nima olish kerak ekan? Hosila olish kerak ekan. Mana bu berilishdan ikki tomondan ham nimani olamiz? Bir-biriga teng bo'lsa, hosillar ham bir-biriga nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak, hosila olamiz. Demak, f funksiyada mana f funksiyadan hosila olsak, ichiga qaraymiz. 3x argumenti. 3x dan hosila olsak nima edi? 3. 8 dan hosila olsak 0 bo'lmaydi. 3 mana f strix 3x plus 8. Ana hosila oldik. Endi u tomondan hosila olamiz. Hosila olsak, javob nima bo'ladi? X kvadratdan hosila nima bo'ladi? 2x minus 2x dan hosila olsak-chi 2 bo'ladi. To'g'rimi yo'qmi? X dan hosila olsak 1 bo'lib qoladi bu. Va j bo'ladi bizada hosila x kvadrat minus 2x plus 4 bo'ldi. Kim tushunmaydi? Tushungan mana hosila oldik.
Ana endi yaxshilab qarayotgan bo'lsak, mana bu tenglamani biz nima qilib olishimiz kerak? Mana bu tenglamani tuzib olishimiz kerak. Mana urinma tenglamasini. To'g'rimi yo'qmi? Urinma tenglamasini biz nima qilib olishimiz kerak? Tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Shu urinma tenglamasini mana bundan foydalanamiz tuzishda. Mana bundan nima qilamiz biz? Foydalanamiz urinma tenglamasini tuzishda. Xo'p, endi urinma tenglamasi nima edi? Qaysi nuqtadan o'tkazilgan urinma? 8 u 3 nuqtasidan. Ya'ni 8 degan nima? Qaysi nuqta bo'ladi bizda? X0 hosilasiga urinma tenglamasini uchun. Mana bu nima bo'ladi? Y0 tushungan yo'q. Ya'ni o'sha y0 nuqta kelib bizda nima bo'lgan bo'ladi? Chiqqan bo'ladi. Demak, bizda shu yerdan birdaniga ma'lum bo'ladi, f(x0) funksiyaga x0 nuqtani qo'yganimizda nechaga teng bo'lar ekan bu? Mana x0 nuqta 8 ni qo'yganimizda nechaga teng bo'lar ekan? y0, ya'ni y0 degani mana f(x0) degani qaraydi. f(x0) degani funksiyaga x0 ni qo'ydigan. Ya'ni bu nima topiladi? y0 bo'ladi. y0'imiz nechaga teng ekan bizda? 3 ga teng ekan. Kim tushunadi shuni? Demak, mana buni to'g'ridan to'g'ri urinma tenglamani tuzishni boshlayman. Y teng f(x0) o'rniga necha qo'yar ekanman? 3 qo'yar ekanman oxirida. Endi boshini qaraymiz. f(strix) hosilasiga nima bo'lishi kerak? x0. Demak, x0 mana shu yerda necha turishi kerak? x0 necha turishi kerak? 8 turishi kerak. Xo'p, f(strix) 8 turishi kerak, to'g'rimi yo'qmi? Mana urinma tenglamasi. 8 bo'lishi uchun mana bu yerda x o'rniga necha qo'yishim kerak? 0. Qarang, f(strix) 8 hosil bo'lishi uchun x o'rniga nima qo'yishim kerak? Mana argumentga yaxshilab e'tibor qilinglar. f(strix) 8 qolishi kerak. X o'rniga nima qo'yishim kerak? 0 qo'yishimiz kerak. Demak, 0 qo'ysam f(strix) 8 hosil bo'ladi. Demak, shu yerda 0 qo'yib chiqsam, mana shu tenglamani ishlaydigan bo'lsam, mana shu tenglamani ishlaydigan bo'lsam, 0 qo'yayotgan bo'lsam, menda nima hosil bo'ladi? 3 f(strix) nima qoladi? 8 teng 2 ni 0 ko'paytirsam necha? 0. To'g'rimi? Mana qara, shabos. f(strix) nima qolishi kerak? 8. Mana shuni ichida nima qolishi kerak? 8. 8 o'zi qolishi x o'rniga nima qo'ysam 8 qoladi. 3 0 ko'paysam 0. Shuning uchun ham 0 qo'ydim mana. 0 qo'ydim. Tushundingmi? Bu tomonga ham 0 qo'yamiz. Bu tomonga 0 qo'ydikmi? Bu tomonga, bu tomonga nima qilamiz? 0. Demak, 2 0 ko'paysa nima aytishadi? 0 dan minus 2 ni esa nima edi? Minus 2. Shabos aytaman menga. Strix mana x o'rniga 0 qo'yib aytadi shabos. Qani? 0 ni nimasi? Kvadrati. Nima bo'ladi? 0. Ayiramiz. 2 ni nimaga ko'paytiramiz? 0 ga nima bo'ladi? 0. 0 dan 0 ayirsak 0 nima hosil bo'ladi? Strix nima bo'ladi? 4 bo'ladi. Kim tushunadi? Tushundinglar? Demak, f(strix) 8 ni o'rniga nima qo'yar ekanman? f(strix) 8 mana 3 ko'paytirilgan turibdi, mana. f(strix) 8 ni o'rniga minus 2 taqsim 3. 3 ko'paytirish bu tomonga nima o'tdi? 3. Strix nima qolar ekan? 4 qolar ekan. Kim tushunadi? Shuni mana bu yerga mana qarang. f(strix) mana funksiyani hosilasiga mana hosilasini o'rniga mana f(strix) 8 qo'ydim. X minus x ni o'rniga nima qo'yaman? 8 plus f(x) ni o'rniga necha qo'yaman? 3 qo'yamiz. Funksiyani mana qarayman. 8 ni qo'ysam nima chiqqan? 3 chiqqan. 3 qo'yamiz. Kim tushunadi? Hamma tushunmi yo'q? Hamma tushunadimi? Xo'p, ana endi mana shu. Xo'p, ana endi qaranglar. Yaxshilab e'tibor qilayotgan bo'lsak, mana bu f(strix) 8 ni o'rniga nima qo'yaveraman mana? 8. Minus 2 taqsim 3 ga. Hamma tushunmi yo'q? Xo'p, qo'yamiz. Y teng
F'-ning o'rniga nima qo'yaman? Minus x taqsim 3. Nima edi? J' 4. Keyinchi x minus 8 plus. Ana o'rinma tinglamasini ketyapti. O'rinma tinglamasidan ketyapman. Endi mana shu o'rinma tinglamasi nimadan o'tadi? Qaysi nuqtadan o'tadi? 4 minus. Ya'ni x ning o'rniga 4 qo'ysam, y ning chiqishi kerak. Minus 5. Demak, mana y ning o'rniga nima qo'yaman? Minus 5 teng minus x taqsim 3 j'. Haqiqatan x o'rniga nima qo'yyapti mana? 4. Mana x o'rniga nech qo'yaman endi? 4 qo'yaman. To'g'rimi yo'qmi? 4 dan 8 aysam nechi? Minus 4 plus nechi? Kim tushunmadi? Tushundingmi o'rniga qo'yib chiqdim? Mana qarashlar bo'lsin. Mana tinglarda tushundingmi, chavos? Shu yerda y mana shu o'rinma tinglamasi qaysi nuqtadan o'tadi? To'g'ri? Minus 5. Ya'ni x o'rniga 4 qo'ysa, y ning chiqishi kerak? Minus 5. Ya'ni mana y ning o'rniga, mana y ning o'rniga nima qo'ydi? Minus 5. Teng minus x taqsim 3 ana j' 4 ana mana endi out bo'lsin kerak. Ha, tamam. Mana qarang, javob. X ning 8-ku, x o'rniga nima qo'yapman? 4. 4 dan 8 aysam nima chiqadi? Minus 4. To'g'rimi yo'qmi? Mana x o'rniga 4 qo'ysam, 4 dan 8 aysam minus 4 plus 3. Ana endi javob tushundingmi? Sen tushunishga harakat qil. Avval. Tushungan? Buni davom etasan. Mana plus 3 tomonga nima o'tadi? X o'rniga 4 qo'ydim. Mana 4 dan 8 aysam minus 4. Ko'rdingmi? Qolgan hammasi o'zib turibdi. Plus 3 tomonga nima o'tadi? Minus 3 o'tadi, minus 5 nima bo'ladi? Minus 8 teng minus x taqsim 3. Nima edi? j' 4 ko'paytirilgan nima edi? Minus 4. Ko'paytirilgan minus 4. Ana, bu ajralgan. Endi nima bilan maqsadlar? Minus 4 bilan nima qisqaradi? Minus 8 qisqaradi. Qayerda nima qoladi? Chap tomonda nima qoladi? Minus 4 ga qisqarsa, minus 8 minus 4 ga qisqarsa nechi bo'ladi? 2. Nechi qoladi? Ha? 2 qoladi. To'g'rimi yo'qmi? Minus 8 minus 4 ga bo'lsa, minuslar ketadi. 8 4 ga bo'lsa nechi qoladi tomonda? 2 qoladi. 2 teng minus x taqsim 3 ya strix nima edi? 4. Endi mana 2 bilan 2 ni qisqartirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Ikki tomonda 2 ga qisqarsa nima qoladi? 1 qoladi. Demak, bu yerda nima qolyapti? Minus 3. Bu tomonga nima o'tadi? Ko'paytirish o'tadi. Ya strix 4 minus 3 bo'ladi. Qaysi javob bo'ladi? A. Kim tushunmadi? Tushundingmi? Rasmga olaman, tashlayman. Sizlar hozir shuni ishlashga harakat qilib ko'rasizlar 19 da. Tez-tez. 19 da harakat qilib ko'ramiz. Tez-tez 19 da harakat qilamiz ishlashga. Tez-tez. Tamam. Yerga o'tma. Misol tushundingmi? Buni u kasaparam tushuntirib bergan edi. Nima to'g'ri bo'lsa aytdi. Yo'q, ma'lum. Ha? ishlarni yardım ve yechim bor. O nima degan yechim bor? ishlarni yardım.
Ha endi o'shandan foydalanyapmiz. O'zi. Senga bitta savol, ana shu men xonamga chiqib kelishdi. Eshikni oldiga qo'ysam, darvozani oldiga bir qo'yib yuboraman, sen shu xonaga chiqib kelasan, rasmini chizamiz. Ikkinchi marta yana qo'yaman, shu yerga kelasan baribir. Maqsad bitta shu xonaga kirish. Lekin bir xil izdan kelasanmi? degan joyi bor. Tez. 19 ketdimi? 19dan keyin qaraymiz, qaysi misol qoldi? 20-misolga qaraymiz. Hamma o'qisin ichida. Tez ko'raylik-da. O'yga hazm qilib kelishga beraveraman. 20-misol. Tez videosi ham ketyapti mana. 20-misol o'qib ko'r, ichingda hammang. Tez. Funksiyaning nimasini toping deyapti? Eng katta qiymatini toping deyapti. Yaxshilab yozib qo'y biron joyda. Agar bironta bir funksiya berilgan bo'lsa, f qaraydi. Sinus x va nima kelyapti? Cosinus x kelyapti. Mana bunaqa holat kelsa, agar f x funksiya yoki y teng a sinus x plus b cosinus x funksiya mana shu tarzda kelsa, funksiyaning eng katta va eng kichkina qiymatini topish mumkin. Qaranglar, eng kichik qiymati bo'ladi minusdan ildiz ostida a kvadrat plus b kvadrat bo'ladi. Tushuningmi? Eng kattasi unisi kichigiydi. Kattasi bo'ladi, ildiz ostida nima bo'ladi? A kvadrat plus nima edi? B kvadrat bo'ladi. Bu yerda yaxshilab qarayotgan bo'lsak, bunga o'xshash bo'lmayapti. Sal o'xshab ketyapti, to'g'rimi yo'qmi? Demak, mana shunga nima qilishimiz kerak? Keltirishimiz kerak deb banmaydi. Sinus x cosinus x. Agar sinus x cosinus x deganda mumkin edi. Tushundingmi? Mana sinus x cosinus x. Qarang, yaxshilab e'tibor qilinglar. Mana x bir xil kelish kerak aslida. Agar 2x bo'lsa 2x, 3x bo'lsa 3x bo'lishi kerak. Tushundingmi yo'qmi? Ya'ni nima kelish kerak? Bir xil kelish kerak. Bizda bo'lada nima kelyapti? Mayningda kvadrat bo'lyapti, buyrularda sinus cosinus aralashayapti. Demak, shu holatga nima qilamiz? Keltirib olamiz. Keltirib olish uchun nima qilamiz? Qaranglar. Bizda mana bunaqangi formula bor edi. Sinus 2x degan formula bor. Nimaga tengda sinus 2x? Aytolmaganda tayyorga yuradi. Mana nimaga tengda sinus 2x? Buncha kichiklashtirsak. 2 cosinus x mana shunday deyapti. Ikkovini boshini ayting. 2 sinus x deding yo 2 cosinus x deding. Qolgan qoldi. Nimaga dedingiz? 2 sinus x cosinus x. Ana. Sinus 2x shunga teng ekan, qaranglar. Ikkita sinus x cosinus x ekan. To'g'rimi javob? Demak, mana bunga ko'z bilan qaraymiz, bunga qaraymiz, mana holatga keltiramiz. Javohir bitta aytishga harakat qilgan, bu nimaga teng ekan demak. Manga bir qaraysan, bunga bir qaraysan. Bunday qaraysan, mana bunday qaraysan. Tushuningmi? Ya'ni mana sinus mana 2x cosinus 2x. Oldida nima ishlayapti formula bo'lishdi? 2. To'g'ri. Demak, 18 bo'lish uchun nima qo'yamiz? 9 teng. Ana. Endi tushundingmi? Mana. Bu nimaga teng? Agar mana bu sinus 2x ga teng bo'lsa, bu nimaga teng? Nimaga teng? Tak. Ko'paytirgan sinus 2x. Qara. 2x x 2x sinus nima bo'ladi? 4x bo'ladi.
Mana 9 mi? Tushuningmi? Tushuningmi? Demak, misolimiz shu ko'rinishga qoldi. F at x teng 9 sinus mayli. O'rada formulamizga yaqinlashyapmiz. Mana a sin x edi. A ning nima kelyapti? 9 sinus x bo'ladi. Plus endi bu tomoni qoldi. Bu tomonni ham nimaga keltirish kerak? Cosinus kvadrat x nimaga keltirish kerak? Hech qanaqa daraja yo'qga kelish kerak. Tushuningmi? Endi uni ham qilib ko'ramiz. Qaraymiz yaxshilab. O'rgatyapman. E'lon tushuning. Shuning bitta qildim. Hozircha tutamiz. Buni tutib turamiz davomini. Hozircha tutamiz. Katta. Cosinus kvadrat 2x. Cosinus kvadrat 2x ni nimaga keltirishimiz kerak? Qandaydir cosinus nimadir x ga keltirishimiz kerak. To'g'rimi? Formulada bo'lishi. Tushunaymi yo'qmi? Mana formulaga o'xshash uchun, mana formulaga o'xshash uchun. Oldida b soni qanday? Son chiqsa chiqarmasa cosinus x kelish kerak. To'g'rimi? Mana kvadrat yo'q bo'lishi kerak. Bunda ham bir formula bor edi. Yaxshibek aytam. Cosinus kvadrat. Yo'q. Yaxshibek aytam. Buni ham cosinus 2x nimaga tengmi? Nimaga tengmi? Sinus 2x aytdi. Cosinus 2x. Bu boshqacha bo'laydi-da, o'rikka o'xshaydi. Nimaga tengdi? Cosinus 2x. Ha? 2 cosinus x, sinus x bor. Sinus 2x bilan farqi bo'lmay qoldi. Nimaga teng? Boshqacha. Olaversin. Yordam qilaman. Shuni ham aytamiz, to'g'ri bitta deysan. Cosinus kvadrat x Plus sinus kvadrat x. Sinus kvadrat x bo'ladi. yordam qilaman. Plus 2 sinus kvadrat x. Sen ya hali ini boshlayapti. Yani juda usta. Ne var konuşuyor? Cosinus kvadrat x. Aytayapman, jo'ki. Cosinus kvadrat x. Batasim deydi. Nima ekan? Sizlardan bitta so'rayman. Yaxshilab eshitdim. Qayoq deysan? Cosinus kvadrat x minus sin x ni ishlatib turing, ishlatmasa ishlatib oladi. O'tiradi. Nima edi? Sinus kvadrat. Sinus to'xtatdi. Nima bo'lishi mumkin? O'yda o'shalarni insonga yaratgan insonlar nima bo'lishi mumkin edi? Sinus 2x. To'xtatdi. Shunday qolayib keldi direktor. Menga ikkita kaka berdi. Shu maniga san o'tirsan. Nima bo'ladi? Ha? Bo'ldimi? Tushuningmi? Ertaman so'raymi hali bularni so'rash bor bitta. Ko'proq ko'proq foydasi. Tushunganmi? Demak, men misolga qarayotgan bo'lsam, mana bu bor ekan. Bu mana qarayda mana bu bor deydi. Xuddi bu menga nimaga o'tkazish kerak? Menga o'tkazish kerak. Mana kvadrat yo'q joyida. Tushuningmi? Endi mana formula bor. Eng bizning trigonometrik formula sinus kvadrat x plus mayli cosinus kvadrat x nechiga teng? 1 ga teng. Tushuningmi? Bizda mana buni bu holatga keltirishimiz uchun, ya'ni mana formulada bu holatga kelishi uchun nima xalaq qilyapti? Sinus kvadrat x xalaq qilyapti. Shuni mana bu yerdan sinus kvadrat x topaman. Nimaga teng bo'ladi? Sinus kvadrat x topsam 1 minus mayli cosinus kvadrat x bo'ladi. Demak, mana sinus kvadratni unga olib kelib nima qilaman keyin? Qo'yaman. Chunki xuddi katta mana boshlayman. Hop. Cosinus kvadrat. Mana bundan hozir formula yasab olaman. Qarang. Cosinus kvadrat 2x minus sinus kvadrat 2x teng nima bo'lgan bu? Shahboz. Mana formulaga olib keldim. Cosinus kvadrat 2x mana 2x minus sinus kvadrat 2x teng. Agar tepa bunga teng bo'lsa,
Bu nimaga teng? Shabos. O'yla. Teppa mana bu bunga teng bo'lsa, bu nimaga teng? O'ylab topolasan, hech qiyin joyi yo'q. Kosinus 4 darajasi x. Kosinus 4 darajasi x. Nimaga teng? Ana bu. Kosinus nimaga teng? Kosinus kvadrat 4x. O'zbekiston bolasi. Mana bu x bo'lsa, bu nima bo'lar ekan? Mana x bo'lsa, nima bo'lar ekan? 4x. Demak, kosinus nima bo'lar ekan? 4x bo'lar ekan. Bizda qaysi berilgan misolimizda? Mana bu berilgan. Mana buni qaysi? Mana shumi? Mana ikkovi bitta narsami? Shu ikkovi bitta narsami? Shuni nimaga olib kelishimiz kerak? Mana unga bog'lashimiz kerak ekanmi? Tushunaymi? Demak, kosinus kvadrat 2x. Endi sinus kvadrat 2x menga xalaqit qilyapti. Buni nimaga aylantirib olishimiz kerak? Kosinusga aylantirib olishimiz kerak. Ya'ni buni manadan aylantirib olamiz. Mana. Sinus kvadrat 2x bo'lsa mana bu. To'g'rimi? Mana qarayapman. Mana bu yerda sinus kvadrat 2x bo'lsa, mana sinus kvadrat 2x deb o'ylaydi. Mana kvadrat 2x bo'lsa, bag'i nima bo'ladi? O'rnashamiz. Qara, sinus kvadrat x 1 minus kosinus kvadrat x bo'lsa, sinus kvadrat 2x nima bo'ladi o'rnida? Ha? Mana yozaman, mana kosinus 4x teng kosinus kvadrat 2x minus sinus kvadrat 2x o'rniga nima yozaman? Mana formulada qo'yib aytamiz. 1 mana minus qavs ochaman. 1 minus kosinus kvadrat nima qilaman? x. Bu yerda nima? 2x bo'lsa 4x bo'ladi. Nima bo'ladi? Qara. X bo'lsa x bo'ladi. 2x. Sanda nima edi bu yerda? 2x bo'lsa nima bo'ladi? Ha? 2x. O'zi kerak. Kim tushunmasdingmi? Tushundingmi mana? Ana endi buni hisoblayman. Qarang. Kosinus 4x uga borib qilasan. Men bittalab tushuntirishga harakat qilyapman. Trigonometriya bu. Kosinus 4x qarang. Kosinus 4x. Kosinus kvadrat 2x minus minus ochilsa minus 1 plus nima bo'ladi? Kosinus kvadrat 2x. Nima uchun plus bo'ldi? Shabos minus bilan nima beradi? Plus kosinus kvadrat 2x. Ana tushunlikmi yo'q? Endi yaxshilab e'tibor qilamiz. Kosinus kvadrat 2x ga kosinus kvadrat 2x qo'shsak nima bo'ladi, Shabos? Nima bo'ladi? Kosinus ikkita bitta sinchga qo'shsak nechta sinchga? Ikkita sinchga, mana sinchga ikkita kosinus kvadrat 2x bo'ladi. Tushunlikmi yo'qmi? Endi menga aytadi hozir buni aziz aytadi. Birdaniga kosinus kvadrat 2x nimaga teng? Kosinus kvadrat 2x kvadrat 2x badan nimaga teng? Badan. Deb. Hammasi bittadan yeydi, aytolmas. Shida xayolda qilishdi. Xayolda birdaniga. Bunga qo'shildi. Bu yo'qlikda tomonga badan ish topilyapti, to'g'ri? Qiynamada noma'lum topilyapti. Qayerda qiyin? Ana nima? Kosinus 4x taqsim 2. Sanda. Xato o'rganlar. Kosinus 4x taqsim 2. Noma'lum topilyapti-da. Men nima bu ishni qilib o'tirmayman-ku. Bunga buni qo'shib, oldida nima paydo bo'lsa, o'sha narsa aql bo'lish bu o'tib, bir aql o'tib, falon bo'lib, men birdan aytish kerak.
To'g'rimi? Yo'q, yirik bu. Nima bo'ldi? To'g'ri emas. Kosinus 2x minus 1. X minus 1. Bari Xo'p, bo'ldi. yaxshi. Sandan sangan nima? Voy, tarifa qo'llar. Kosinus 100 bir taqsim 2. Sangan. Yaxshilik. Birdan mavzuga ketish boshlayapti shakar. Tez san javob bering. Mavzuga qo'ysam kimga to'g'ri bilib qolasan. Bittasi o'rmasligim mumkin balki. Shuning uchun men sanga deyishdim. Bilmadim. Yaxshi. To'g'ri aytdi. Nima dedi? Nima dedi? Aytdi. Kosinus 4x plus bir taqsim 2. Mana kosinus kvadrat x-ga kosinus kvadrat x-ni qo'shsam, mana shu tomonda nima bo'ladi? Demak, bu tomonda kosinus 4x turuvdi. Mana minus 1 tomonga, chap tomonga nima o'tadi? Plus 1 teng nima bo'ladi? 2 ta kosinus kvadrat nima edi? 2x bo'ladi. Mana 2 ko'paytirish bu tomonga nima o'tadi? Bo'lish o'tadi. Shuning uchun kosinus 4x mana kosinus 4x plus 1 taqsim necha? 2 bo'lish o'tadi. Tushundingmi? Yo'q, murakkab qarama. Tushundingmi? Mana bitta kosinus kvadrat x, bitta kosinus kvadrat x bo'lsa nechta bo'ladi? 2 ta kosinus kvadrat x. Tushundingmi? Qayda shu? O'ng tomondami? O'ng tomonda. O'yga borib o'zing ber. O'ng tomondami, o'ng tomonda. O'ng tomonda nima bor? Minus 1 ni qaysi tomonga o'tdi? Chap tomonga. Mana plus 1 bo'lib o'tdi. Ko'rding? Endi mana 2 ko'paytirish bu tomonga nima o'tdi? Pastga. Bo'lishadi. Tushundingmi? Mana unday turuvdi, bunday turuvdi. Chapqa qilib yotdi. Tushundingmi? Hozir mana uni chap tomoniga, o'ng tomoniga, buni chap tomoniga yozsam 2 olib tushundingmi? Demak, kosinus kvadrat 2x ni o'rniga, mana uni o'rniga nima qo'yayotganman? Kosinus 4x bir taqsim 2. Boya bizning misolimiz kutib turuvdi mana bu yerda. Nima bo'lishini bilmaydi. To'g'rimi yo'qmi? Demak, 24 bor bizda ko'paytirilgan kosinus kvadrat 2x o'rniga nima qo'yayotganman? Kosinus 4x plus 1 taqsim necha? 2. Kim tushunmadimi? Tushundingmi? Endi nima bilan nima qisqaradi? 24 bilan 2 qisqaradi. Mana necha bo'ladi? 12 bo'ladi. Tushungan? Teng, qarang endi. 12 ga mana unga ko'paygan. Ko'paygan hisobiga birinchi nima qoldi bizda? 9 sinus 4x plus 12 ni nimaga ko'paytiramiz? Kosinus 4x ga 12 kosinus 4x 12 ni nimaga ko'paytiramiz? 1 ga. Nima bo'ladi? Plus 12. Kim tushunmadi? Tushundingmi? Demak, bizda tenglamamiz sal siraytiraman, mana ko'rinishda bo'ldi mana. Qarang. Demak, tenglamamiz mana ko'rinishda qoldi mana. Demak, yozdik. F mana x funksiyamiz endi qanday ko'rinishga bo'ldi? 9 sinus 4x plus mana 24 bilan 2 qisqaruvdi 12 edi, 12 kosinus 4x ko'paysa 12 kosinus 4x plus 12 yana 1 ga ko'payadi mana 12 kosinus 4x ga 12 1 ko'payadi plus 12 ekan. Tushundingmi? Ana endi bizda o'sha formulamiz, ya'ni a sinus x b kosinus x, ya'ni mana a sinus x b kosinus x holatga keldi. Bizda funksiya nimasini topyapti? Eng katta qiymatini topyapti. Eng katta qiymatni topish uchun nima qilish kerak ekan? Ilzosiga olib a kvadrat plus nima qilish kerak ekan? Katta ilzosida a kvadrat plus b kvadrat plus necha qilaman? 12 qilaman. Chunki mana plus 12 ham bor bizda. Ilzosida a'ni nima qo'yaman? Shahboz hech bo'lmasa shuni aytmasak kerak. A'ni 9 ning nimasi? Kana ishlaydi. Deylar 12
12 kvadrat plus necha? 12. 9 kvadrat 81. 12 kvadrati 144, 81 ga 144. 225, 225 dan nima chiqadi? 15 chiqadi. 15 ga 12 ga qo'shsa necha? 27. Javob qaysi ekan? D javob. O'ylarimda shu 20 chiqadi, shuncha ishlab oxiri 27 chiqsa-da Ana 27 chiqdi. Kim tushunmadi? Evet, sana günler tamamlayın. 27 tushundingmi? Kim tushunmadi? 27 tani tashlab qo'ydim. Qani bitta yozib olinglar. Davay. Bo'lmaydi. Şimdi bahçeden de. Sigara. Zaten oynadı. Doğru. Bunga poyez kelyaptimi? Poyez ketdi degan. Poyezni manidan maniga to'g'ri? To'g'ri-ku? Chunki mana oxiri bu yerda bo'lsa, boshi bu yerda bo'lsa, ana shu yerdan poyez, ya'ni mana bu yerdan nega berishimiz poyez? Poyez shu yerdan shu yergacha yursa, to'liq nima bo'ladi? O'tib bo'ladi. Bo'lmasa, mana yergacha yursa, 900 metr qotib ketadi. O'tib bo'lmagan bo'ladi. Men poyez mana yerga keldimi? Qancha metr masofada yurish kerak? Bu yerdan bu yergacha qancha yuradi? Yana to'g'ri. Nima uchun? Chunki orqasiga bo'ladi, chiqib bo'ladi. Poyez jami necha metr yurishi? 1400 va necha metr? Tushunaymi yo'q? Demak necha metr yurishi poyez? Jami 1500 metr. Tushunaymi yo'q? Tushungan? Demak poyez 1500 metr yurgan. 1 minut o'tib ketdi, poyezdning tezligini topingyapti. Poyezdning tezligi qarang. S barobar yo'lni topish uchun B ni nimaga ko'paytiraylik? T ni. Ya'ni tezlikni nimaga? Bizga poyezdning nimasi topish? Ey, anavni yozib oldimmi? Ruchka bering. Ana tezlik topish. Nimaga bo'ladi? S nima aytadi? Masofa. Masofa necha? Ruchka. Birdan bu 1100 emas kerak poyez. 1500 yurish kerak. Shuning uchun yana arqa tomonga o'tib bo'lish kerak. Rasmga oldim. Tashladim. Buni videosi ketyapti. Videosini ham birdan qo'yaveramiz. Rasmga oldim, tashladim mana. Endi nima qilamiz? Videosi ham ketdi. Keyingi misolga o'tdik. Bo'ldi, keyingi misol. Ikkili misollardan ekan. 21. Men bugun ko'proq misol ko'rsataman-da, birdan 30 gacha ko'rsatamanmi, 35 gacha ko'rsataman, bugun boraman. Ertaga darsimizda misollarni hazm qilishim hozir bo'ladi. Qanday hazm qildi? Mana shunday bilaman. Savol bo'lsa hozir berib turaveringlar.
Xo'p, keyingi misol. Demak, sezishim kerak, qalban nimani sezyapmiz? Nima? Ilyos sezding shu misol. Birinchi menga kelgan nima senga sezding? Nima borligi? Kallam yurdi. Ha? Nima menga urdi? Ha, sezgan narsa. Ha, to'xta. Eshitaylikchi. Meni ortidan olmay, javob olib chiqayotgan ortidan aytib Nima? Yaxshi. Gel to'xta. Minus 6 ayrilib, bu tomon 6 chiqsa ham 6 dan 6 narsa 0 deyapman. Ko'rmay deyapti u. Ha? Javob ayt. Yana nima? Yana nima? Siz qal. Ha? Ana uni nima deyapti? Albatta. Albatta. U ana yana bitta sizga ilzali to'g'ri bir xil deyapti. Mana Buni darajasi bilan bu bir xil deyapti. Yana nima bitta sizga deyapti. Shu tanlab ishlasang bo'ladi. mana to'rtda nima gapiryapman? Mana to'rtda 2 kvadrat desa bo'ladi. Ana 2 kvadrat desa, mana 2 bilan o'xshash bo'ladi, belgilashga ketamiz. Yana bitta sezgirlik, yana bitta. Hech narsa bilmasdan dehqonchasi ishlash bitta sezgirlik ish kerak. Ayga 6 demak, mana nima chiqish kerak edi? 6. Bu 6 chiqish uchun bu nima turibdi? 4 ning nimasi turibdi? Darajasi turibdi. Bu yerda nima turibdi? 5 ko'paytirgan necha? 2 ning darajasi turibdi. Qachon bular 6 chiqadi? Nechi bo'lganda? Nechi bo'lganda 6 chiqadi? 4 2 bo'lganda keyin 5. Qarang, ba'zi minus 5 6 chiqadi. Yo, minus 5 ko'paytirilganda-mi? 4 ning darajasi ayasa 5 ko'paytirgan 2 ning nechinchi darajasi 6 chiqishi kerak. Qani? Kim aytadi? Nima bo'lishi kerak? Mana qarang. 4 ning qandaydir darajasi minus 5 ko'paytirgan 2 ning darajasi teng 6 chiqishi kerak. X nechi Bir xil bo'lishi kerak. Ha, yaxshi. Daraja bir xil bo'lishi kerak. Nechi bo'lishi kerak? Ya endi bu x emas, bu nimaydi? Mana y mana olmaydi, x turibdi. Chunki bu 4 ning darajasi bilan bu bir xil turgani. Bu shu mana y X'ga y necha teng bo'lishi kerak? Ha, Y necha teng, x nechiga teng? 6 bo'lishi kerak. Y'niki 2 bo'ladi, Ha. 2niki 1 minus 1 bo'ladi. ikki bo'ladi, ikki bir bo'ladi. Ha, y nechi bo'ladi? 2 bo'ladi. 2 bo'ladi. X nechi? 1 bo'ladi. 4 ning kvadrati 16, 16 dan 5 ga 2 ko'paytirsak nechi? 16. Ana bitta yana xulosa. Kim chiqmoqchi? Tushundingmi? Qancha narsa asosda bo'lar ekan? Bu o'tiring, bu qaror balasini keyin bo'limga chiqaversin. Menga aytildi. Aha. Hech kim senga aytmayapti. Yaxshi aytilayotgan. Fikrlash kerak. Demak, qara, hech narsani bilmasang, kelinglar buni men har doim tanqid qilaman, nima uchun tanqid meva beradi-da, do'st achitib gapiradi. Qaysidir qanaqa xato bo'lishi mumkin. Fikr qo'ysang, mulohaza qo'ysang zo'r bo'ladi. Qara, dehqonchasi o'ylayotgan bo'lsak, birinchi usul deylik. Birinchi usul dinamani butun bo'lmagan ildizini ko'rsatib deyapti. Demak, ildizni qo'yib ko'rish kerak. Ildizlardan bittasini qo'yib ko'rish kerak. Tushuningizmi yo'q? She'rlar javoblardan bittasini nima qilish kerak? Qo'yib ko'rish kerak. Ikkinchi usul belgilash. Uchinchi usul matematik tarzda yashash. Birinchi ildizlardan qo'yib ko'ramiz. Ildizlardan qo'yib ko'rsang, qaysi yo'q? Minus 2 tasini 3, 2 tasini 3, 1 tasini 3 mayli, minus 1 tasini mayli 3. Ildizlarni qo'yib ko'rishni o'yga beraman. Qo'yib ko'rasan. Birinchi ildiz qo'yib ko'rish. Hayolda, o'yda. Bitta usul endi nima bo'lishi kerak? Demak, 1 plus ildiz ostida 3x kvadrat minus 2x nimaga teng bo'lishi kerak? Nima bo'lishi kerak? 4 ning darajasi bo'lish uchun nimaga teng bo'lishi kerak ekan? 4 ning darajasi necha bo'lsa? Aytsa 6 bo'lib 2. Keyinchi ildiz ostida 3x kvadrat minus 2x nimaga teng bo'lishi kerak? Ana shu birga teng bo'lishi kerak. Ana sistema ana shunday bo'lib ishlashi kerak. Birga teng. Tushuningizmi? Ana shunday birga teng bo'lishi kerak. Haqiqatan ham bu birga teng bo'lsa, birga birga bo'lsa nechi?
Mana birga tingla, mana tinglaman, hech qo'ysa yetarlimi? Mana tinglaman. Bu tinglaman ishlash uchun ikki tomonni nimaga ko'taraman? Kvadrat ko'taraman. Kvadrat ko'tarsam, ildiz ostida nima bo'ladi? 3x kvadrat minus 2x teng 1 ning nimasi kvadrati. Buni ham nimasi kvadrat. Kvadrat bilan x ketadi. Nima qolamanda? 3x kvadrat minus 2x minus 1 1 kvadrat 1 bilan bu tomonga minus 1 teng nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Endi ishlaymiz. Bu tenglama v ga qo'yib ishlasak nima qiladi? Bo'ladi yoki boshqacha usulda. V ga qo'yib ishlash uchun nima qilsak kerak? Mana shu nimaga ko'paytirib, xayolda ko'paytirib ko'radigan x kvadrat minus nima bo'ladi? 6x minus nima bo'ladi? 3 xayolda teng 0 deb ko'rsak, bizlar ko'paytmaslikcha teng bo'lishi kerak. 3 ga yig'indisi necha? 6. Agar v kalanga kelmasa, mana bunday o'chirib qo'yib, nima bilan topamiz? Diskriminant bilan. Diskriminant bilan topsak nima bo'ladi? B kvadrat minus nima edi? O'rtasi. Uni yozmayman endi, chunki o'tgan yozildi. Minus 2 ning kvadrati necha bo'ladi? 4 minus 4 ko'paytirilgan a ning o'rniga 3, s ning o'rniga minus 1. Teng 4 3 ko'paysa 12, 12 minus 1 ko'paysa minus 12. Minus 12. Bu bo'lyapti 4 minus 12. Ikkita minus nima bo'ladi? Plus 16. Diskriminant 16 ekan. Ketdi x1 ni topaman. Mana bu yerda. x1 teng. Nima esti? Formulasi minus 1 plus ildiz ostida d taqsir nima edi? 2a. Ketdi. Ben uni nima qilyapti menga? Yo'q. Minus 2 kelyapti. Minus 2 plus ildiz ostida 16 taqsir necha? 2 ko'paytirilgan a ning nima kelyapti? 3. Bo'lsa minus bilan beradi. Plus 2 ga 4 ni qo'shsam necha? 6 taqsim 6 teng 1 ekan bittasi. X ikkinchi ildiz topamiz. X ikkinchi ildiz birdaniga mana bu yerda nimasi bo'ladi? Minusliga. 2 minus 4 taqsim necha? 6. 2 dan 4 esa minus 2 taqsim 6. Qisqartirsak 2 minus 1 taqsim necha? 3. degan javob kelib chiqar ekan. Bu qalban sezish bo'ldi. Endi ikkinchi usulda matematik usulda demak, 4 ni nima desa bo'ladi Jaloliddin akaning? 2 ning kvadratini masa 1 minus izosida ya 1 plus 3x kvadrat. Mana 4 yozib bo'laylik. Minus 5 ko'paytirilgan 2 darajasida izosida 3x kvadrat minus 2x minus 6 teng 0. Ana tenglaman. Hop, boshlaymiz. Qara. Ishlaymiz. Mana 2 bunga ko'payadi, bunga ko'payadi, to'g'rimi yo'qmi? Demak, nima bo'ladi? 2 ni ikkinchisi ko'paytirilgan. Mana plusga mana bunaqa narsa qoida bor, qarang. 2 ni 2 qo'shilgan 3-chi darajasi degani bu 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 ning 3-chisi degani. Darajalar bir-biriga qachon qo'llanadi? Qo'shiladi. Qachon qo'shilar ekan? Arasida nima bo'lsa? Ko'paytma bo'lsa. Mana bu yerda qo'shuv turibdi, to'g'rimi yo'qmi? Qo'shuvda 2 birga ko'paysa nima bo'ladi? 2 bo'ladi. 2 ning ikkinchisi bo'ladimi? Demak, 2 ning ikkinchisi mana ko'paytirilgan. 2 ning qaysi bo'ladi? 2 bunga ko'payadi. 2 izosida nima edi? 3x kvadrat minus nima edi? 2x. Minus 5 ko'paytirilgan 2 ni o'sha darajasi mana daraja minus 6 teng 0. Ana shu holatga keldi. Tushungan? Demak, 2 ni mana bu darajasini nima deb olamiz? T deb olsam. Mana bu yerdan olsam, misol ishlanishda. Mana 2 ni nima edi? Izosida 3x kvadrat minus 2x teng T deb olsam, T bo'lsam, bu yerda nima bo'ladi? T'ning qaysi darajasi bo'ladi? Mana kvadrati bo'ladi. Tushuningmi? T kvadrat minus 5. T minus 6 tengmaydi? 0. 2 kvadrat. T kvadrat. Mana 2 kvadrat degani
ko'paymaydi, 2 kvadrat nima bor? 4 bor, ha? Ko'rdingmi? 4 bor. Buni ham diskriminantini hisoblaymiz. Birdaniga diskriminant nima chiqadi deydi? Ayolda hisoblasak. 5 kvadrat necha? 25 minus 4 kere 4 16, 16'ını 6'ya ko'paytirsa necha? 96 bo'ladi. Minus bilan nima bo'ladi? Plus bo'ladi. Plus 96 100 necha bo'ladi? 21 bo'ladi. 124 deydi. 11 bo'ladi. 11 chiqadi. Bo'ldi, TB'ni topamiz. TB teng nima bo'ladi? Minus deydi. Mana minus 5 bo'lgancha plus bo'lib ketadi. 5 plus 11 chunki ilzosi D'dan 11 chiqadi. Taqsim necha? 2 kere 4 8. 5 ga 11 qo'shsa 16, 16 ni 8 ga bo'lsa 2 ekan. T2 ni topaman. Shuni minusi bo'ladi. 5 minus 11 taqsim necha? 8. 5 dan 11 dan aytsa necha? Minus 6 taqsim necha? 8. 2 qisqasi minus 3 taqsim necha? 4. T2 javob chiqdi. Endi mana yerga olib kelib nima qilaman? Qo'yaman. T agar minus son bo'lsa 2 ning hech qanaqa darajasi minus son chiqmaydi. Demak, minus degan javobni nima qilaman? T. Ochiq tashlayman, faqat plus javobini olaman. Ya'ni 2 ni ilzosida 3x kvadrat minus 2x teng necha? 2 ni birinchisi. Ya'ni mana 2 chiqib bitta javob. Bitta T. Olib qo'ydim. 2 2 lar teng bo'lgani uchun ilzosida 3x kvadrat minus 2x nimaga tenglayman? 1 ga tenglayman. Buni ishlanishi mana bu yerda bor, mana. Mana ishlanishi bor. Tushuningmi? Buni ishlanishi bor. Chiqadi. Sen tushunmabsan. Ammo tushundingmi? Ham tashlab ko'ringlar. Mana rasmni yotaman. Давай please.
Mana u kelyapti. Buni yuzing o'sha pulga qaytadi. Buni qaytishda unga nima qiladi? Daryo o'qiyotgan Sisi nima degan? Daryo. Buni fizik daryoga yuqori bo'lgan uchun to'rtada daryoga beryapti. Demak, 10 Mektishda daryo fiziği bo'lgan pul qo'shilyapti. Aytishdi. Shunga pul naqdda. Ey! Daryo oqimining fiziği va paroxodning fiziği toping. Daryo oqim fiziği paroxod keladi. İşlamagan tayoqda yeyverasan. Ketdi bu misol, olim rasmiy olim tashab qo'ydimi? Tashadimi menimcha buni? Tashabman. Keyingisi 22-misol. Ey! Menga xalaq qilmay turinglar, men tez ko'proq misol ko'rsatayman. Misolga qaraymiz. Misolga. Bu narsani o'tgan ko'rsatuvdim, yana bir ko'rsatishga majburman. Qaraydi, y barobar, masalan, bitta misol olamiz. Masalan, x degan funksiyani olamiz. To'g'risida. Buni grafika nima bo'ladi? Mana bunday bo'ladi. Shuniga mana qaysi u? Y u, mana qaysi u? X u. Ya'ni 0 bersak x ga, bu ham 0. 1 bersak, bu ham necha? 1. Minus 1 bersak, bu ham mayli? Minus 1. Shuning uchun to'g'risida bor. Nechinchi chorakdan o'tadi? 1 va 3-chorakdan nima qiladi? O ta'sir ishla keyingisini. Qaramaysiz, tez ishlab boraman. 1 va 3-chorakdan o'tadi. Endi qaraymiz. Agar shunga y teng qarang. X plus 1 deyman. Shuni grafiga chizaman. Agar x ga 1 qo'shsam, qarang. 1 qo'shsam, x ga 0 bergan vaqtda, mana x ga 0 bergan vaqtda 0 berdim, mana x o'rniga 0 berdim. Mana mana y ga nimaydi? X ga 0 bersam, y necha teng bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi. Mana x ga 0 bergan vaqtda mana x o'rniga 0, y 1. Ko'rdingmi? X ga 1 bergan vaqtimiz y necha bo'ladi? Shavot. 2 bo'ladi. X ga 1 bergan vaqtimiz y necha bo'lar ekan? Mana 2 mana shu bo'ladi. Mana 1, mana 2. Mana shu nuqta. Mana shu ikkita nuqtani birlikmi? Bu to'g'risizlikdan iborat bo'lgani uchun shulardan o'tib ketamiz. Ko'rdingmi? Nima qildi grafik Shamboz? Asl grafik buydi. Mana y. Shunga bir qo'shildi shu grafik nima qildi? Shu grafik nima bo'ldi?
Ha? Bir-birdek qanga ko'tarildi? Bir-birdek tepga ko'tarildi. Demak, qo'shilgan son funksiya grafikini qayerga ko'tarar ekan? Yuqoriga. Agar ayrilsa qayerga tushirar ekan? Pastga. Endi bu yerga qarasak. +9 deyapti. Qara bunday deyapti. Funksiya grafiki 3 ga, ya'ni o'ng tomonga siljigan va 2 qayerga yuqoriga? Qayerga? Yuqoriga deyapti. Mana shu funksiya grafiki qayerga siljigan? Yuqoriga necha birlik? 2 birlik. Aslida mana 2 birlik siljib mana bu hosil bo'lgan. Da aslida dastlab necha bo'lgan? 2 birlik yuqoriga siljgan bo'lsa, dastlab necha bo'lganda? Yuqoriga siljib bo'lib mana shu holatga o'tgan. 7 bo'lgan. Necha bo'lgan? 7 bo'lgan. 7 dan 2 birlik siljib. Mana bu nechaga teng bo'lgan? 7 ga. A nechiga teng Shahboz? Eng oson dunyodagi savollardan birini beraman. Bunga qarab, A nechiga teng qolganlarchi? A nechiga teng? Ha? 7 ga teng ekan. A nechiga teng ekan demak? A teng necha ekan? 7. Bachi? Ben nima uchun 7 dedi Shahboz? Ha, 2 birlik qayerga ko'tarildi? Yuqoriga. Chunki mana 9 bo'lgan ko'tarilgan. 2 birlik yuqoriga ko'tarilgan. 2 birlik pastda aslida necha bo'lgan? 7 bo'lgan 9 necha? Bating necha? 7. Bating necha? 7. Mana ikkovi bir-biriga ko'paytirsa necha? 7 kare 7 49. Mana A ko'paytirilgan bilan topilgan. Kim tushunmadi? Tushundingmi? Tushungan? Kim tushunmadi? Davom etsak bo'ladimi? Bo'ladimi? Bo'ladi. Sen davron qanday bo'lyapti? Tushunyapsanmi? Rasmga oldim. Tashladim. 23-misol. Hozircha hammang daftaringga 25-misol ishlab turibdi. Zo'r misol ekan. Menga gapiradi, hech narsa gapirmasa, nima qilay? 25-misol ishlar. Men o'rib chiqishim mumkin, o'rmasligim mumkin. 25-misol ishlashimga qarang. A'rini bilmayman. Kim yo'q? Shada daftarga. Hali ishlamayapsan. Shada. Jagi ishmetdan baravar. Kitob qo'lga olgan. Burchakni asosiga tushirilgan ma'nosidagi ikki Chak javob qil doskaga. Doskaga. O'qiysan. Olgan bilmasang tayoq deysan. Tayoq yemasang ishlaysan. Tayoq yemaslik ishlash. ishlaysan, ishlamasang tayoq yeysan. Bo'lmaydi qaysi ishlamasa doskaga. Hali degan nima? O'sha menga qarashingni ishlatlari. Radyoyu qanaqa bo'ladi? Yo'q, bikoq qaraysan hozir. Yana balans email. Radyoyu bo'lmagani 4 soatdan Ayb kimda? Ayb kim ekan? Azizda.
O'ynayapmaydik bular, buni tushuntirishadi. O'ynayapti. Bos. Bos, Juda juda ko'p. Gradusini ko'rsatdi. Ha? Gradusini ko'rsatdi. Karachi o'sha to'rttasini ikkiga. Qo'yib boshqa qanaqa? To'rttasini beshinchi gradus. Ikkovi qancha qaradi? Birinchi burchak. Sen qaramasdan, ancha qaramasdan oldinga. Undan so'rabdi. O'zi ishlolmayapti. Ishlaydigan odamlardan so'radi. To'rt soat ichariga qarab o'tirgan odam, bunga nima qiladi hozir? Radioda do'stim kerakmi? Yo'q, ichariga qarab o'tirgan. Radio topdi gapni. O'lchan uchun radio kerakda. Boshqalarga chiqar radiodan to'g'ri. Kimmasdan ichida tekstik. Birinchi poyezd ikkinchidan 2 soat oldin jo'nagan bo'lsa, demak mana 2 soat yurgan, keyin jo'nagan bo'lsa, ikkinchi poyezd necha soatdan keyin birinchisiga yetib oladi. Demak, dastlab mana qancha yurgan? 2 soat yurgan. 2 soatdan qancha yurgan? 36dan 70 kilometr yurdi. Yurdi. Qayerga keldi? Mana yerga keldi, 72 kilometr yurdi. Keldi. Endi bunisi ham yo'lga chiqdi. Bu ham ketyapti. Lekin buni tezlik, ormoq, qachonga bo'ladi? Mashinaga bo'ladi. Qancha soatga bo'ladi? Tez soat. Tez soatda bunisi qancha yuradi? Ha? Sayt, tez paytlarimiz tezga ana. Tushunaymi yo'qmi? Tushungan? Bunisi tez soatda qancha yuradi? Mana shu 2 yuradi. 36. Tez soatda qancha yuradi? 36 tez yuradi. To'g'ri? Ana endi mana shu ikkita mana teng yuradi. Mana 8 ya'ni bu maniga yuryapti. 8 bunisi 36 tayyorda plus yana necha kilometr yurgan? 70. Ana 2 oy yurgan. Chat GPT, John Chat GPT. Oğlum var mı? Bana. Kimday? Aytdim. Azrail. Gapini. Bilmagan. Qamsoq. Qani? Onu bile vereyim. Kimday? Hop. Ha, hali progressor. Nima tushunayotgan? Mana. Nima tushunayotgan? Iga sport deyapti-ku. Qanchalarcha skor berdi bence. 5'dan 5 qisqaradi. Lekin buni o'rayapman. Yetarlicha vaqt bor. IQ'si yuqori, lekin shug'ullanmaydi. Hali vaqtim var mı sen? Yetarlicha yotmayman, kutib vaqt kutmaydi. Ertalab kechamas 12gacha fırsat berdi. Anamgacha keldim, Ha?
Davay. Mana oling? Yetarlicha vaqti bor edi. Okey. Hozir so'zilmaydi. Qarang, buni ham endi tushuntiraman. Buni vaqtda tushuntirganda o'zlaringga muammo bo'lmaydi, mana shu uchun Telegramni ochdim, misollarni ishlar deganman. Bor misol. Bor. Hop, qara. Dunyoni uch burchak. Bu tomon nima bo'ladi? A, bu tomoni nima bo'ladi? A bo'ladi. Balandlik nechiga teng ekan? 2/15, ya'ni balandlik. Ichida burchak kosinus, ya'ni mana bu bo'lsa, shu kosinus nechiga teng? Kosinus sheda alfa desa, kosinus alfa nimaga teng? 4/5. Nima topyapti? Uch burchak yuzini topyapti. S so'roq. Yuzi. Hop. Endi qara. Uchburchak yuzini bilaman manki, qanaqa forma edi? S barobar nimaga teng edi? A bitta tomon, va shu tomonga tushirgan balandlik taqsim nechi? 2. Buni bitta tomon nima deb olaman? B deb olsa, ya'ni nima bo'ladi? B h taqsim nechi? 2. B deb olsam, A deb olsam, A B desam mayli? B. S desam S bo'ladi. Farqi yo'q uni. Umuman formula A h taqsim 2 desa bitta tomon. Endi bizda shu tomonni B deb ekan. Menga B tomon kerak ekanda, to'g'rimi yo'qmi nimaga tengligi? B tomonni uzligini topishim kerak. Qaraymiz. Bo'ldi. Bo'liqlar qaranglar. Mana tengyonni uch burchak bo'lgani uchun hozir ikkita noma'lum, A va B noma'lum. Demak, biz ikkita tenglik hosil qila olamiz hozir. Chunki bitta tenglikdan ikkita noma'lumni topib bo'lmaydi. Birinchi uchdagi burchakning kosinusi degancha kosinuslar kerak emas, xayolga kelyapti. Ikkinchisi mana yarmiga tushgani uchun manigacha masofa nima bo'ladi? B taqsim necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Bu tomon bog'liqlik qaysi formula? Pifagor. Demak, ikkita tenglikdan nimani topa olaman? Bni topaman. Demak, ikkita tenglik ketdi. Birinchi Pifagorni yozaman. Men buni kvadratdan qo'shsam, men kvadratga teng. Buni kvadratga nima edi? Teng bo'ladi. Ya'ni ikkita katek bo'lyapti. 2 ilzosi 5 ning kvadratiga qo'shaman. Ikkinchi katek. Ilzosi 15 ning kvadratiga qo'shaman. B taqsim 2 ning kvadrati teng necha? A ning kvadrati. Ana bitta tenglik. Ikkinchi tenglik kosinuslar teoremasi. Kosinuslar teoremasida nima der edi? Bitta tomonning kvadrati, ya'ni B ning kvadrati. Mana bitta tomonning kvadrati. Qolgan ikkita tomonning kvadratlari nimasi? Yig'indisi, ya'ni ikkita tomon A kvadrat plus nima bo'lyapti? A kvadrat. Bizda bir xil bo'lyapti. Agar boshqacha bo'lganda ikkoni yozaveraylik. Minus nima edi? 2 A B edi. A B ikki tomon bir-biriga nima edi? Teng. Shuning uchun ham A kvadrat bo'ladi. Ko'paytirilgan nima edi? Kosinus alfa edi. Kosinus alfani unga nima qo'yaman? 4 taqsim nima edi? Ya'ni qaranglar, kosinuslar teoremasi mana bunday yozaman mana. A B C bo'lsa bizda nimaga teng edi? C kvadrat teng edi. A kvadrat plus B kvadrat minus 2 AB kosinus nima edi? Alfa. Ana kosinuslar teoremasini yozdim. Shuni qo'llayapman shu yerga. Savol bormi? Savol, aziz. Bormi savol? Mana ikkita tenglik. Ikkita tenglikdan menga nima kerak? B tomon kerak. Nimani qoldirishim kerak shu ikkovda? Bni qoldirishim kerak. Demak, mana bu yerda A kvadratni topaman-da, mana bu yerda A kvadratni unga nima olib qo'yaman? Mana buni olib kelib nima qilaman? Qo'yaman. Ketdi. Mana tenglikni boshlayman, davom ettiraman. B kvadrat teng A kvadratga A kvadrat qo'shsam nechta A kvadrat bo'ladi? 2 ta A kvadrat minus 2A kvadrat. 2 turib ko'paysam birdan necha bo'ladi? 8
8 a kvadrat taqsim nechi? 5 bo'ladi. Xo'p, ikkovidan nima chiqarsam bo'ladi? A kvadratni nima qilsam bo'ladi? Chiqarsam bo'ladi. B kvadrat teng A kvadrat chiqsa nima qoladi? 2 minus 8 taqsim nima qoladi? 5 qoladi. Kim tushunmadi kechasi? Kim tushunmadi? Tushundingmi? Endi buni davom ettiraman. B kvadrat teng A kvadrat. Mana ikkoviga umuman qarash necha bo'ladi? 1 bilan 5 ga 5 bo'ladi. Mana unga nechtadan bo'ladi? 5 tadan bo'ladi. 5 ga 2 ko'paysa 10, 10 dan 8 ga aytsa necha? 2 taqsim necha? 5 bo'ladi. Kim tushunadi? Tushundingmi yo'q? Mana bu 5 vaqt bo'lish bo'lib turib ko'payish bo'lib o'tadi. 5b kvadrat. Mana 2 ko'paytirish bu tomonga nima o'tadi? Bo'lish teng nima edi? A kvadrat. Endi mana shu A kvadratning o'rniga nima qiymat olib qo'yaman? 2 izosi 15 ning kvadrati plus b taqsim 2 ning nimasi? Kvadratni olib qo'yaman. Nima uchun? Chunki menga nima kerak? B tomon kerak mana. Shu burchak yuzini topish uchun mana 1 qash taqsim 2 ga qash bor. B kerak menga. Shuning uchun ham A kvadratni o'rniga olib qo'ydim. Agar menga A kerak bo'lganda B ni o'rniga olib qo'yaylik. Tushuninglarmi? Qaysi biri kerak? Yon tomonni topgandan edi men B ni o'rniga A ni olib qo'ygan bo'lardim. Yaxshi, bormi savol? Javob bormi? Murakkab geometriya, prostoy geometriya bo'lgan. Tushungan? Endi o'rniga olib qo'yamiz. Katta buni hisoblash boshladi. 5b kvadrat taqsim necha? 2 teng A kvadrat o'rniga nima qo'yaman, Shabos? Nimaga deydi? A kvadratdan 2 izosi 15 dedik. Nimaga teng A kvadrat? A kvadrat teng nimaga teng ekan? Aylana shaklidagi yerning shakli 2 aylana. Nima ekan? Mana 5b kvadrat taqsim 2 teng A kvadratda A kvadratning nima yuz ekanman? 2 izosi necha? 15 nimasi? Kvadratda plus gapir. A plus b taqsim 2 qolipchida kvadrat. Bu Allohning ishi. Kim tushunmadi? Savol bormi? Savol bormi? So'raylar. Bormi savol? Buni ishlayman. 5b kvadrat taqsim 2 turadi. 5b kvadrat taqsim necha? 2 turadi. Mana ikkita kaka 2 olgan tegishli. 2 kvadrat necha? 4. Mana 2 bilan ildiz ketsa 15 qoladi. 4 15 ko'paysa necha? 60 plus b kvadrat taqsim necha? 4. Kim tushunmadi? Endi bitta tomonga o'tkazaman. B kvadrat taqsim 4 tomonga nima o'tadi? Minus o'tadi, to'g'rimi? 5b kvadrat taqsim 2 minus b kvadrat taqsim 4 teng necha? 60. Ana endi mana unga nechtadan bo'ladi? 2 bilan 4 bo'lsa nechtadan umuman? 2 tadan. 2 ni 5b kvadrat ko'paysa nechta b kvadrat bo'ladi? 10 ta b kvadratdan aytsa bitta b kvadrat nechta b kvadrat qoladi? 9 ta b kvadrat taqsim necha? 4 teng necha? 60. Kim tushunmadi? Kim tushunmadi? Endi qisqaradi. Mana 9 bilan 60 qisqarsa 3 ga qisqarsa necha bo'ladi? Bu 3 tadan bo'chi 20 tadan, to'g'rimi? Endi hech qaysi qisqarmaydi. 4 ta 20 ga ko'paytiramiz chunki bo'lishibdi, vaqt ko'payish bo'lib o'tadi, to'g'rimi? 3b kvadrat teng 4 20 ga ko'paysa necha bo'ladi? 80. Nima bo'ldi? Nima deysan? 20 bilan 4 qisqarmaydi. Yo, 4 pastda, tepada bo'lgan qisqaradi. Bo'lish bu. Bu tomonga nima o'tadi? 4 bo'lish bo'lgani uchun bu tomonga nima o'tdi? Ko'paytirish bo'ldi. Sen shu videoni mana shu joyiga kelib bitta stopni bosib vaqt qilishing kerak qo'lda. Faqat qarab mana bunday oqshom ertaga ko'rganda o'tirma. Har bir joyini pauza yozishing kerak. Pauza yozishing kerak. Shunda sen videoni tushunasan, biror narsani o'zlashtira olasan. Mana ularni ko'rganman, Pythonni o'rgansa, boring, bas, hamma qilsa, oldiruvchiga gapiradi.
Dasturlashni o'rganyapti. Mana shunday qarab o'rganayapti. Hozir dasturchi bechora soqolcharni ko'rsatyapti. Mana uni yaxshi, mana uni yaxshi deb yozdi. Yo shu biladi. Nima desa, ma'lum tushunmadi deydi. To'rt kishi o'tirib olayapti. Yozsang tushunasanmi? Apa shunday narsa, yozsang tushunasanmi? Yozmasang qayerdan tushunasan? Nima yosh bilish uchun shu bir boshdan yozib ketish kerakmi? Videoni ko'r desa, qilibdi naushni oldiruvchi daftar yo'g'onga qarab turadi. Nima uchun bunday qarab o'tiribdi videoga? Ya, qarab turadi. Alponish ma'lum, hech chiqqandan keyin shuni romon. Naushnidan bo'lib eshitalagan. Ya, adam shunday kirganda, ma'lum shunday kirganda keyin shu birdan video oladi. Qarab turmay olay, naruchka bo'lsa boshqa narsa bor. Bilmaydi shunaqa ma'lum. Bir kvadrat topsa nima bo'ladi dedi. Ilm. Mas qayerga yo'q, qayerga yozganmi? Qayerga yozilgan nima bo'ladi? Ayt. Mana 3 nima bo'lib turibdi? Ko'paytiradi. Nima bo'libdi? Ay gapirib, joning bo'lsa, 1 kvadrat 80 taqsim nechi? 3. Tushuningmi? Bayni o'zini topsa nima bo'ladi? Bu tomondan nima bo'ladi? Bayni o'zini topsa. Ilzo ostidan nima bo'ladi? 80 taqsim nechi bo'ladi? 3 bo'ladi. Kim tushunmadi? Tushundingmi? Ana endi b topdikmi? Mana formula olib nima qilamiz? Qo'yamiz. S barobar nima edi bizda? B h taqsim nechi edi? 2 edi. Bayni nima qo'yamiz? Ilzosi 80 taqsim 3 ko'paytirilgan mana 2 ham bor edi. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan h o'rniga nima qo'yamiz? H o'rniga 2 ilzosi necha? 12. Kim tushunmadingmi? Tushundingmi? Endi mana bu o'yacha bilan mana bu o'yacha bitta o'yacha yozsak bo'ladi. Mana 1 taqsim 2 oldida turib turadi. Mana 1 taqsim 2 ya mana 2 bilan 2 nima qilar ekan? Ketar ekan. Mana ikkita o'yacham bitta o'yacha olamiz. O'lida bilan ko'tida qurti bilan. 15 ko'paytirilgan 80 taqsim 3. 15 bilan nima qisqaradi? 3 qisqaradi. 3 15 nechi bo'ladi? 5. 5 80 ga ko'paysa nechi? 4 dan nechi chiqadi? 20. Yani. Kim tushunmadi? Chiq. Tushunmagan. Nima uchun men bunday o'rib chiqdim? Sabab. Misol tushuntirmasa qanday o'rib chiqaman? Chunki ular ma'lum biladi. Chunki siz davni tushuntirib qo'ygansiz manda. Bo'ldi, endi bundan keyin shunday misolni beraman, isholmading tayoqda yurasan endi. Uyga san ishlashing saniki, meniki emas. Mangaki. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'ishtiraylik. Keyingi misol. 26-misolni chizibdi hammang. 26-27 ni birdan tushuntiraman. Chizibdi hammang. Chiz daftaringga. 26-misolni. Kvadrat. 26-misol chizibdi. 26 va joylashada 27-misol chizibdi. Daftaringga. Eğer mana nimasini topishdi?
qanday qo'ygan uchun shuni nima qilish kerak? Ko'paydi. Bilaman, nima qanday bir bol bo'lgan. Asqam bilan to'g'ri kasr o'tirmaydi. O'tirmaydi. Mayli kasr bo'lganidan sen o'tirib bilasan. Kasr degan 95 ga 93 deganmi degan. Birodarsan 90 bo'layotgan bo'la, shu bo'laygini olgan. Endi qarang. Surat bilan maqsad qiladi. 20 bilan maqsad 5. Qancha 5 ga qisqarsa 25 ga qisqarsa 5. Endi trigonometrik qoldi. Ko'paytiramiz 2 8 mana kasr sig'inma degan bo'lish necha? 1 ga 1 ko'paytirsak 1. 8 da 1 ga bo'lsa necha bo'ladi? 8. Tushuningmi? Birinchi misol. Davay, ikkinchi misol. Misolga qaraymiz endi. Kvadrat bor ekan. Qarang, tez. Kvadrat. Kvadratni ichidan nima qanaqa nuqta olinibdi? Nuqta olinibdi. Ishga ketayotgan nuqta olinibdi. Demak, kvadrat degani kvadrat degani hamma tomoni bir-biriga nima edi? Teng. Demak, A, B, C, D ana. To'rtta tomon bir-biriga nima edi? Teng ekan. Ichidan bitta nuqta olinibdi. Farqi yo'q qaydan bo'lsa ham. Nuqta olinibdi deylik. O'rtadan birdan farqi yo'q, olinibdi. Aytilmagan. Lekin A, B necha gradus deyapti? 90. Endi qaraymiz. Bittasi e'tibor qilamiz. Har doim yaxshilab bittani eshitib kvadratni diagonallar kesishadi va keshish nuqtasidan 90 gradusga kesishadi. Tushundingizmi? Faqat kvadratniki. Kvadrat mana D1, mana nima edi? D1, D2. Necha gradusda keshish ekan? 90. Kvadrat va romb degan shunaqa shaklni diagonallar bir-biridan kesishadi va keshish nuqtasida nima edi? 90 gradus ostida nima qilinadi? Kesishar ekan. Endi qaranglar. Romb degani kvadratning bir turi, hamma tomoni bir-biriga teng. Lekin 90 gradusdan bo'lmaydi burchaklari. Kvadratning har bir burchagi necha gradusdan bo'ladi? 90 gradusdan bo'ladi. Shuning uchun ham mana bu ham aslida romb ham mana hamma joyi bir-biriga teng. Mana bu bunga teng. Lekin buni ham diagonallar necha gradus ostida kesishadi? 90 gradusda. Endi mana bu 90 bo'lishiga sabab mana diagonal bo'lgani uchun, mana o'rtasidan o'tgani uchun o'zi 90-ku, nechidan bo'ladi? 45 nechidan bo'ladi? 45 bo'lgani uchun bittasiga 90 bo'lishga nima edi? Majbur. Bizada bu yerda yashirincha aytyapti yer nuqta, shuning uchun 90 bo'lgani uchun bu mana tomon bu tomonga nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Chunki diagonallar keshish nuqtasi ekan o'sha nuqta. Demak, A 6 bo'lsa, mana tomon 6 bo'lsa, bu tomondan necha bo'ladi? 6 bo'ladi. Ana bitta uchburchak, mana bu ham uchburchak, bu ham uchburchak, to'g'rimi yo'q? Bizda qaysi uchburchak yuzini topyapti? A, D. Mana uchburchak yuzini topyapti, to'g'rimi yo'q? Bu uchburchak yuzi, bu uchburchak yuzi, bu uchburchakda ba'zi bir-biriga nima edi? Teng. Bitta uchburchak yuzini topsak bo'ladi. A, B ni yuzini topsak bo'ladi. S B uchburchak yuzi. Bizda uchburchak yuzi shunday teng, ikkita formula bor edi. Bittasi 2 AB sinus alfa yoki H taqsim necha? 2. Biz qaysidan foydalanamiz? Bundan hamasidan foydalansak bo'ladi, bundan ham foydalansak bo'ladi. Qaraydi. Hozir ko'ramiz. Mana buni lekin men tepada yozaman, chunki pastdagi misol uchun bilgi kerak. S barobar 1/2 AB sinus alfa yoki H taqsim necha? 2. 1/2. AB degan ikki tomon necha? 6 ko'paytirilgan 6
890 gradusdan nechiga teng? Birga. 1 ga teng. 2 bilan 6 kira 6 36, 2 bo'lsa necha ekan? 18 ekan. Demak, nechiga teng ekan bu? 18 ga teng ekan. A taqsim 2 ga qanday qo'yish mumkin edi? Qaranglar. A degani bitta tomon, mana bitta tomon nechi? Mana shu uchburchakni bunday olaman. Mana qaranglar. Shu uchburchak, mana uchburchakni. Qara. Qanday olaman? Mana. Bitta tomon 6, bu tomon ham nechi? 6 90 gradus ekan. Ko'rdingmi? Mana bitta tomon A 6. Shu tomonga tushgan balandlik degan 90 gradusga tushgan, mana shu nima bo'ladi bizda? Hashamga o'tadi, balandligiga ham o'tadi shu burchak. Demak, hasham nechiga teng? 6 taqsim nechi? 2. Teng 18 baribir. Tushuninglar. Bu misol tushunarlimi? Keyingi misolga qaraymiz. Trapetsiyaning asosini o'rtalarini sanashlayver, davron, maktabda davom ettirishlayver. Davom ettir. Trapetsiyaning asosiy burchaklari necha gradusga teng? 30 va 60. Trapetsiya qanday shaklda? Nimaga aytamiz? Parallelogram bor edi, trapetsiya bor edi. Trapetsiyaning faqat ikkita asosi bir-biriga nima bo'ladi? Parallel bo'ladi. Mana katta qaranglar. Mana bittasi mana 60 gradus. Mana bunday o'tirib olaman. Bittasi necha gradus? 30 gradus. Mana ko'ryapsizmi yo'qmi? Mana qara. A, B, C, D degan trapetsiya bo'ldi. Bitta burchak necha gradus? 60 gradus. Bitta burchak necha gradus? 30 gradus. Kim tushunmadi? Tushuningmi yo'qmi? Mana trapetsiya. BC asos, A da nima edi? Asos. Trapetsiyaning balandligini toping deganda mana bu yerda bunga tushgan masofa mana shu qash bo'ladi. Ana shu qashni degan. Ana shu trapetsiyaning nimasi bo'ladi? Balandligi bo'ladi. Ana shu balandlikni topishimiz kerak. Tushuninglarmi? Mana bu asos, BC asos, A da asosga nima bo'lyapti? Parallel bo'lyapti. Mana shu uchun ham shu trapetsiya bo'ldi. Kim tushunmadi? Tushuningmi? Endi qaranglar, mana bu 60, bu necha? 30. Asoslarni o'rtalarni tutashtiruvchi qismi qaysi bo'ladi? Qayergacha? Asoslar, mana bitta asos, mana bitta asos. O'rtalarni tutashtiruvchi qismi qayer bo'ladi? Qayer bo'ladi? Mana bu yer bilan qayer bo'ladi? O'rtasi mana bu yer bo'ladi. Ana shu yer nima bo'ladi? Ana shuning uzunligini nima qiling deyapti? Toping. Demak, 60-30 bo'lyapti. Nima xayollaringga uryapti siz? 60-30 bo'lsa bitta burchak necha gradus bo'lishi kerak? 90 xayol ketmayapti o'shanga. Demak, shu yerda uch burchak yasasak bo'lar ekanda. Bunday tekissak, bunday tekissak. Mana necha gradus bo'laydi? 90 bo'lar ekan, shu yerda uch burchakka shat o'ldirsak shu. Kim tushunmadi? Agar mana uni shunday o'tkazsak, uch burchakning nimasi bo'lar ekan? Medianasi bo'lar ekan. Mediana, chunki mediana mana endi necha bo'lyapti? Teng 2. Mediana uch burchak ichidan teng 2 bo'layapti. Qanaqa uch burchakka mediana bo'lyapti? 90 gradusli uch burchakda nima bo'lyapti? Mediana bo'lyapti. Bizda shunday xossa bor edi. 90 gradusli uch burchakda medianani uzunligi nimani yarmiga teng edi? Gipotenuzaning nimasiga teng edi? Yarmiga teng edi. Shuna xossa bor edimi? Bor edi. Endi bunday qilamiz qaranglar. Mana bu teng 2 bo'lsa, mana x bo'lsa, bu ham nima bo'ladi? X bo'ladi. To'g'rimi? Tushunaymi yo'qmi? Endi qaranglar, mana 60 gradus bo'lsa, mana ham nima bo'ladi? 60 gradus. Mana qarang, bunday bo'lsa, bu bunga parallel bo'lsa, mana 60 bo'lsa, mana 60 bo'lsa, bu ham 60 bo'ladimi? Bu tomonga teng bo'lsa, bitta burchagi 60 bo'lsa, mana burchagi necha gradus bo'ladi? 60 bo'ladi. Mana burchagi necha bo'ladi? 60. Demak, mana x bo'lsa, qaranglar, mana bunday qilyapman-da. Mana bu ham to'g'ri burchakli uch burchakda aslida mana qaranglar. Mana bu to'g'ri burchakli nima edi? Uch burchak. To'g'ri burchakli uch burchak bo'lsa, mana teng 2 bo'lib ketyapti-ku, mana x bo'lsa, mediana ham mana yarmiga bo'lyapti.
Midan uzunligi x bo'lsa, gipotenuzani tartibda oxirgi. To'g'rimi? Mana to'g'ri o'lchaylik. Mana mengacha x bo'lsa, bu ham x bo'ladi. Hamma tushunibmi? Shuni hisobiga mana olmish bo'lsa, beram olmish. Demak, mana ham nima bo'lar ekan? X bo'lar ekan. Lekin men mana yetib kelayman uzunlik. Demak, bunday qilaman qaranglar. Bu yerdan bu yergacha uzunlik kerak menga. Endi bunday qilaman qaranglar. Mana yana bitta xossa bor edi. 30 gradus qarshisidagi katet nimaga tegadi? Gipotenuzani nimasiga tegadi? Yarmiga tegadi. To'g'rimi? Endi asoslarini o'rtadan tutashtiruvchi kesma A nimaga tegyapti? Absi emas, men bu yerda qani? Asoslarni o'rtadan tutashtiruvchi kesma uzunligi mana gacha necha kiradi? Necha bizada? 6. Demak, mana balandlikni shunday tushsam, mana qaranglar, shunday tushsam balandlikni. Yaxshilab qaranglar. Balandlikni tushsam. Endi qaranglar yaxshilab. Mana bu uchburchak, qarang, mana uchburchak. Ne bo'lsa mana shu uchburchak. Qanaqa uchburchak? Qaranglar. Teng tomoni, ya'ni mana yer olmish, mana ham nima bo'ladi? Olmish. Mana 90 bo'lsa, mana necha bo'ladi? 30 bo'ladi. To'g'rimi yo'qmi? Kim tushunmaydi? 30 gradus qarshidagi katet gipotenuzani nimasiga tegadi? Yarmiga tegadi. Demak, mana necha ekan? 3 ekan. Kim tushunmaydi? Demak, mana necha necha gradus bo'ladi? 3. Kim tushunmaydi? Mana 3, mana necha 6, degan belgacha chunki teng o'lchab. Mana qara, mana necha 3 bo'lsa, endi men mana balandlik topsam bo'lar ekanda, qash. To'g'rimi? Shu 3 bo'lchakni olayotgan. Shu uchburchakni bunday olsam mana necha bo'ladi? 6. Chunki asoslarni o'rtadan tutashuvchi joyi. Mana necha? 3. Mana qash bo'lsa, buni nimada topamiz? Qaysi teoremada topamiz? Javob olsa to'g'ri o'tira olmaysan. Qash kvadrat plus 3 ning kvadrati teng nima bo'ladi? 6 ning kvadrati bo'ladi. Qash kvadrat teng 6 ning kvadratidan ayiramiz nimani? Kvadrati. 6 ning kvadrati necha? 36 kvadrat 27 bo'ladi. Qashni topsak, ilzosida 27 bo'ladi. 27 nimada bo'lsa bo'ladi? 9 ko'paytirilgan 3. 9 dan 3 chiqsa 3, ilzosida 3. Kim tushunadi? 3 ilzosida 3. Ko'rdikmi yo'qmi? Qaranglar, 3 burchakka keltirib oldim men. Dastlab mana uni 3 burchakgacha to'ldirdim, mana bu burchak 90 dedim. Endi mana 3 burchakda dedim, mana 3 burchak, qarang 90 dedim. Hech narsa chiqmadi, 90 dedim. Endi mana balandlikni shunday belgi ko'chirib qo'ya qoldim. Ko'chirdim, mana 90 bilanmi? Endi mana 60 topishim kerak. 60 topishim uchun qaranglar, nimadan foydalanaman? Mana 60 bo'lsa, mana ham 60 bo'ladimi? Mana o'rtasida o'tgan uchun mana 3 burchak. To'g'ri burchak 3 burchak bo'lgan uchun mana mediana bo'lyapti o'rtasida ekan. Mediana uzunligi x bo'lsa, mana ham uzunligi x bo'lsa, bu 60 bo'lsa, bu ham nima bo'ladi? 60. Chunki x tomoni x teng tomoni. 60 bu ham 60 bo'lishga majbur. 60 bo'lgandan keyin mana burchakning 60ligini aniqladim men. Bir 60 bo'lsa mana 3 burchakda mana ham nima bo'ladi? 60 bo'ladi. Mana 3 burchak. 60. Mana balandlikda, mana balandlikka tenglik shunday hisob qildim mana endi. Mana 60 bo'lsa, 90 bo'lsa, necha? 30 bo'ladi. 30 gradus qasdagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Mana berilgan mana asoslarni o'rtadan tutashtiruvchi. 6 deb 3 bo'ladi. Demak, qash topishim uchun buni kvadratdan nima qilishim kerak? Ayashim kerak. Kim tushunmadi? Tushuningmi? Ana misol 27 misol nima bo'ldi? Ketdi. Keyingi misolga o'tamiz. Mana misolim nima edi? Hali 13 minut, yana 10 minut, 4 dan 10 ta o'tgangacha kelishganmiz. 23 minut bor. 23 minutga ikkita misol ishlab olamiz. Keyingi misolni rasman chizib turamiz. 28 hammang madosga chizgancha. Tez. O'zing. 28-misol. Tez.
28. Давайте. Misolga qaraylik. ABSda to'rtburchakni A o'lchi qayerda turibdi ekan? Koordinatalar boshida mana koordinatalar sistemasi bo'lsa, mana bu qaysi o'q? Y o'qi, mana bu qaysi o'q? X o'qi. Bu yana qaysi o'q bo'ladi? Trigonometriyada nimalar o'qi? Sinuslar o'qi bo'yicha sinuslar o'qi yoki buni OX o'qi deydi, bunichi OY o'qi deydi. Buni yana nima deydi? Absissalar o'qi, bunichi ordinatalar o'qi deyiladi. Shunday nomlari bor. Demak, mana koordinata boshi nima bo'ladi? 0. Absissa to'rtburchakning A uchi qayerda turibdi ekan? Shu yerda turibdi ekan, mana shu yerda turibdi ekan. Kim tushunadi? Kim mana shunday qilib chiza oladi? Hech kimsa sherga. Hali oppoq varaqda nima qilishni bilmay turganda. Aytmoqchiman. Hamma tushunimi yo'qmi? Koordinatalar boshida B3 OX o'qida deyapti. OX o'q qaysi? Mana bu yerda nima? B3. Va koordinatasi nima ekan? 5 va nimaga teng ekan? 4 ga teng ekan. B3 OX o'qida C3 ning koordinatasi 5 va 4 ga teng ekan. Demak, mana bu yerda B3 deylik. C3 ning koordinatasi 5 va 4 ga teng desak, masalada B'ye bir taqsim masalada sal metolik bor ekanda. Mana bu C bo'lsa, C qayerda ekan bilmagandan bermagan ekan, sal xatolik bor ekan. Mana shu C3 deylik. Mana o'zi nechiga teng ekan? Mana endi mengacha necha metr ekan? 5 va necha? Mana bu yer necha ekan? Mana endi mengacha necha ekan? 4 ekan C3 ning koordinatasi. Mana shu davomda. Pastda ikkita. Tushuningmi? Mana C3 ning koordinatasi nima ekan mana? Y ga 4. Mana bunisi X, bunisi nima edi? Mana Y ga 4, X necha? 5. Endi davom etamiz. Bir taqsim 2 B'ye teng BC deyapti. Ya'ni bitta Y nuqta deyapti, oling deyapti. Shuni B'dan o'shangacha masofa BCdan necha marta katta bo'lsa deyapti. 2 marta. Haqiqatan mana uni yarmi bunga teng bo'lishi kerak. Y nuqtani qayerdan olaman taxminan? Tepadan olaman, to'g'rimi? Mana shu nima bo'ladi? Y bo'ladi. Endi mana bunday chiqarsam, mana endi mengacha masofa necha bo'ladi? Mana unga qarab aytasizlar mana. B'ye BC. Necha bo'ladi? Mana bu yerdan bu yergacha 4 bo'lsa, bu yerdan bu yergacha necha bo'ladi? Necha bo'ladi? Ha? Aytinglar. Mana endi mengacha 4 edi. Mana tenglikka qarab yana davom etadi mana Y nuqta. 4. Mana mengacha necha bo'ladi? Va nima uchun o'shanday bo'ladi? Yo aniqlab bo'lmaydi. 4 nima uchun 4 bo'ladi? BC teng deyapti. BC teng lekin oldin nima turibdi? Necha ekan shu yerga? Necha ekan shu yerga? Shu yerdan shu yergacha necha ekan? 8. Javoblarni eshitgaman. Keyin mana tenglikka qarang. Mana B'ye masofa mana uni 2 marta katta bo'lishi kerak. B'ye masofaga qara, ko'zingni och. Qani B'yeda. Ana endi boshqasini aytmayman.
chaynab yerdami? Ha? Necha ekan? Demak, bayya masofa nima bo'lishi kerak? 8 bo'lsa, baysa masofa 4 bo'lsa, bundan necha marta katta? 2 marta. Demak, mana yana necha bo'ladi? 4 bo'ladi shunga qarasa. Xo'p, endi nima topyapmiz-da? A, B, E, D uchburchakning yuzini topyapti. A, B, E, D. D nuqtani qayerda olamiz? Mana D nuqta bo'lsa, A, B, E, D mana bo'ladi. A, B, E, mana D. Mana shuni nimasini topyapti? Mana A, B, E, D. To'rtburchakning nimasini topishimiz kerak? Yuzini topish kerak. Bu to'rtburchak nimaga o'xshab qoldi? Hozir sizga shuni. Trapetsiya. Qaranglar, trapetsiyaning yuzi shundayda. O'ylan o'lchashga metr, dehqonchasi o'ylaydi. Shunaqa o'yin shu shaklda saqlab. Shundan nima qilish kerak? Yuzini nima qilish kerak? Topish kerak. Shundan nima qilib o'lchaniladi? Oddiygina mana trapetsiya. Shunday turibdi. Masalan, mana 3 metr, mana 5 metr. Mana eda maygacha 2 metr. Yuzi qanday topiladi? Nima qilasan? Nima qilinadi? Bittalab o'lchamni kvadratdan chiqarish qiyin. Shuning uchun nima qilinadi shu vaqtda? Bu bunga nima qilinadi? Qo'shiladi. O'rtachasini chiqadi. Agar mana to'rtburchak bo'lganda edi, masalan 2-3 bo'lganda 2-3 ko'paytirib, mana 6 deysiz. Lekin bu yerda bu masofa bir-biridan farqli. O'rtacha masofani olish kerak. Shuning uchun 5 ga 3 nima qilinadi? O'shlarni ichi bo'ladi. 8 2 bo'ladi, ichi bo'ladi. 4. Taqriban bitta tomonning uzunligini ichi qoladi. 4 qiladi. 4 ni ichi ko'paytiradi. 2 ko'paytiradi 8 deydi. Endi buni yuzi nima bo'laydi? S bo'ladi. Buni yuzi aytinglarchi menga. S bo'ladi. Yuzi nimaga qo'shiladi? 4 necha qo'shiladi? 4 necha qo'shiladi? 8 ga necha bo'ladi? 2. Balandligi necha? 5 ga balandlik, mana bu balandlikda mana. 5. Mayda manigacha, mayda 5. 6 5 6. 12 6 30. Hamma tushundimi yo'qmi? Kim tushunmadi? Kim misolni tushunmadi? Tushuningmi? Tushuningmi misolni? Ishlab ko'ringlar, shuni bir chizib o'tasiz shu bitta misol. Men buni yuklaganimcha ishlab ko'ringlar.